Assalomu alaykum yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Azim Assalomu aka, alaykum. xush kelibsiz bugungi Yaxshimisiz? intervyumizga, podkastimizga. Rahmat. Xo'p, agar siz Germaniyaga kelishni reja qilayotgan bo'lsangiz yoki Germaniyada mana Azim akaga o'xshab blue karta, moviy kartaga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu intervyu aynan siz uchun. Bu yerda Xudo xolasa Germaniyaga kelishning eng oson yo'llari, Germaniyaga kelgandan so'ng eng birinchi qilinadigan hujjatlar, istiqbolli kasblar va qiyinchiliklar va yutuqlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, Azim aka, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bering. Qayerdansiz, qayerda yashayapsiz va Germaniyada ayni damda nima ish qilyapsiz? Avvalo taklif qilganingiz uchun rahmat. Mana shunday ajoyib manzarada berayotgan intervyumiz umid qilamiz vatandoshlarimizga foydali bo'ladi. Men o'zim tanishtirsam, ismim Azim Ulmasov. Samarqandda tug'ilganman. Germaniya men uchun kechagina paydo bo'lgan davlat emas yoki niyat emas. 2001 Germaniya bilan tanishganim 2017-yil bo'lgan. 2017-yil. Birga kelgan ekanmiz unda. Men ham stipendiya o'tib kelganman 2017-yil. O'sha paytlar Samarqand avtomobil zavodida ishlar edim. Samkochda. Keyin o'sha biz bitta juda ham yangi innovativ nima sotib oldik, daskov sotib oldik. Bu daskov faqat Germaniyada ishlab chiqarilar edi. Va o'sha Germaniyada faqat o'sha darsliklari o'sha umuman ishlatish uchun o'qish kerak edi. Shuning uchun bizda imkoniyat bo'ldi o'sha praktikani, o'sha stanokda o'rganish jarayonini Germaniyani o'sha Stuttgart shahrida olib borishdi. Trumpf degan katta juda ham katta firma bor. O'sha menga shunaqa holat nasib qilganki, men Germaniyadan O'zbekistondan birinchi chiqqan davlatim Germaniya bo'lgan. Hozirda moviy kartaga egaman. Demak, moviy kartani men faqat tajriba orqali olganman. O'zbekistonda shunday misol uchun o'ylashadi, faqat bakalavr yoki oliy ma'lumotga ega bo'lsam agar Germaniyada ishlay olaman yo ish faoliyati olib boraman deb o'ylaydi. Aslida bunaqa emas. Hozirgi vaqtga kelib Germaniyada kollej diplomi yoki umuman diplomsiz ham aytaylik, faqat tajribaga asoslangan holda Germaniyaga kelib ishlash ham mumkin. Zo'r. Bu ma'lumot juda foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ya'ni moviy karta, ya'ni blaue karta nima? Blaue moviy karta malakali ishchilar uchun berilayotgan ish ruxsatnomasi hisoblanadi. Uning afzalliklari juda ham ko'p, lekin uning talablari ham bor. O'sha talablarga javob berish uchun ham ma'lum bir shartlarni bajarish kerak. Bu shartlar nima? Birinchisi, agar sizda bakalavr diplomi yo'q, lekin IT sohasi yoki muhandislik sohalarida tajriba bo'lsa agar, oxirgi 7 yilda 3 yil siz Germaniyada ishlash imkoniyatingiz bor. Bu birinchi talabi. Ikkinchi talabi, siz topgan ish shartnomangiz malakali soha bo'lishi kerak va oyligi ham adashmasam 46 mingdan 45 ming 46 ming yevrogacha yillik maosh bo'lishi kerak. Bu ya'ni hamma ish emas, defitsit ishlarga aloqador. Mangelberuf. Agar ishingiz Mangelberuf bo'lmasa, standart oylik yillik maosh 50.700 yevro hisoblanadi. Nemis tilini bilish shart emas. Ingliz tili bilan yoki umuman tilsiz ham nima qilish mumkin, Germaniyaga emigratsiya qilish mumkin. Blaue kartani yana bitta plus taraflari, birdan oilani ham olib kelish imkoniyati mavjud va oila a'zongizdan, ayolingizdan nemis tili bilish darajasi talab qilinmaydi. Vizani hamma birdan olib Germaniyaga kelish imkoniyati bor. Sizga misol uchun hozirgi Vorabzustimmung deyiladi, 411 yevro turadi. O'sha hujjat bilan ko'plar tezlashtirib olib kelyapti. Blaue kartaga bu narsa kerak emas, sababi Blaue karta o'zi juda tez ko'rib chiqiladi va beriladi. Plus taraflarini aytib o'tsak agar B1 daraja bo'lsa agar, sertifikat bo'lsa agar 21 oyda Niederlassung Erlaubnis, ya'ni cheksiz ID karta olish mumkin. Uning uchun B1 sertifikat kerak, keyin Leben in Deutschland o'sha Germaniyaning tarixi to'g'risida test bo'ladi, 30 talik o'sha hujjat kerak.
demak cheksiz ish shartnoma va yana cheksiz uy ijarasi shartnomasi, aktual Aufenthaltstitel, asosan shu hujjatlar kerak. To'g'ri. Shuning uchun blau kartani olish qiyinroq nisbatan, lekin agar talabini bajarsangiz, sizda tajriba bo'lsa agar, sizda ham imkoniyat bor blau karta bilan Germaniyaga kelib ishlashga. Hozir ayni damda nima ish qilyapsiz? Hozirgi paytda bir ishlab chiqarish korxonasida muhandis texnolog sifatida stanoklarga, o'sha dastgohlarga programma tuzish, avtomatlashtirish, bizda robotlar mavjud, robotlarni programmalashtirish, dasturlash bilan shug'ullanaman. Nima deb o'ylaysiz, o'zi Germaniyada hujjatlarning muhimligi qanday rol o'ynaydi? Hujjatlar To'xtang. Qarang, bu kimning hujjatlari ekan, yo'qotib qo'yibdi ekan. Wow. Shunaqa paytda hujjat. Hafshi zo'r lekin hujjat mana. Nima hujjat? Nimalar bor? o'zi? Bank karta ekan. Bank karta, Aufenthaltstitel Aufenthaltstitel. cheklanmagan ekan lekin. Niderlandsung ekan. Juda ajoyib. Hammani orzusi. Führerschein ekan. Führerschein, ya'ni haydovchilik guvohnomasi va sug'urta kartasi ekan. Mana 4 ta hujjat hozir ko'chadan topib oldim. Mana shu hujjatlar bilan men Germaniyada xohlagan joyimda bearmon yashashim mumkin va men hayotim ham kafolatlangan mana shu hujjatlar bilan. Hattoki mana shulardan bittasi bo'lmasa, meni qayerimdir yo'qolib qolgan bo'ladi. Lekin bularni hozir topib oldim. Ajoyib. Siz ham shu hujjatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz agar, albatta Germaniyaga keling. Kemptingga kelib, mana shu yerlarda kelib, aylansa, yashaysiz. siz ham topib olsangiz bo'ladi. O'zingizni baxtingizni topib olishingiz Xuddi mumkin. shunaqa. Qancha bo'ldi Germaniyaga kelganingizga? Germaniyaga umuman kelganimga qarib 2 yil bo'ladi. Lekin men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Men Germaniyaga kelganimdan birdan muhandis texnolog bo'lib ishlaganim yo'q. Sababi birinchi bo'lib til darajasi sal pastligi va muhitga kirish uchun katta risk olmadimda. Oddiy dastgohda operator bo'lib ishladim. Chunki men bu ishni Samarqand avtomobil zavodi Samkochdan qilganman. Ya'ni men hech kim birdan texnolog bo'lib yo malakali ishchi bo'lib ishlamaydi ofisda. Sababi siz O'zbekistonda aytaylik muhandis texnolog ishlayapsiz, yana kelyapsiz boshqa davlatga, yana noldan boshlash kerak. O'sha narsani hamma ham bajara olmaydi. Shuning uchun bu ham bir juda qiyin holat. Demak, 6 oy ishlaganman stanokda, ishni o'rganganman, muhitni o'rganganman. Keyin o'sha 6 oy davomida beverbin qilib, boshqa ishlarni ko'rib, o'sha hozirgi o'zim oldin qilib yurgan ishimga o'tib olib, mana hozir Xudoga shukr, nima qildik? O'z joyimni topdim deb o'ylayman. Lekin integratsiya jarayoni, ish jarayoni o'rganish ham ancha vaqt olgan. Bu aytaylik birdan kelib zo'r bo'lib ketmaydi odam. 1 yil kerak, 2 yil kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Germaniyada bizga vaqt kerak. Tezlik bilan hech nima bo'lmaydi. Xuddi shunaqa. Ya'ni integratsiya degan misolingizga aytaman. Shaxsan men 1 yil, 2 yilda zo'r bo'lib ketgan odam tanimayman. Lekin 1 yil, 2 yilda o'z o'rningizni topishingiz mumkin. O'z o'rnini topish deganda Germaniyada nima tushunilyapti hozir? Endi biz suhbat jarayonimizda o'z o'rnini topish deganda doimiy yashash joyingiz bor, bitta hududga moslashdingiz, tilingiz ham o'z o'rniga kelib qoldi va ishingiz bor. Mana shu o'z o'rnini topish birinchi o'rinda. Lekin men aytayotgan narsa zo'r bo'lib ketish, bu ya'ni biznes ochish yoki qanaqadir loyihalar boshlash, jamiyatda aktivlik ko'rsatish, bu narsalar uchun shaxsan men ko'rgan odamlarim, tanigan odamlarim uchun kamida 4-5 yil vaqt ketganini o'zim ko'ryapman. Ba'zilariga hattoki ko'proq ham vaqt ketgan. Yani integratsiya bu ko'proq vaqtni o'z ichiga oladigan jarayon. Nima deb o'ylaysiz? Shu Germaniyaga kelganingiz qanaqa qaror bo'lgan? Mana 2 yildan beri yashayapsiz. Ma'lum bir tajribalarga ega bo'ldingiz, yaxshi yomonni ko'rdingiz. Xulosangiz bormi qanaqadir? To'g'ri qaror qabul qilgansizmi Germaniyaga integratsiya qilib? Men o'ylayman to'g'ri qaror qabul qilganman. Endi boshqa davlat bo'lishi ham mumkin edi. Albatta. Misol uchun Amerika bo'lishi mumkin edi, Angliya bo'lishi mumkin edi, Koreya, Yaponiya, bilmadim. 2014-yil Shvetsiyada o'qishim uchun o'zim shaxsan o'tirib shved tilini o'rganganman. Mening Shvetsiyaga oldindan simpatiyam bo'lgan. O'zim shaxsan shved tilini o'tirib B2 darajagacha o'rganganman.
shved tili faqat Rossiyada ekzamen topshirish iloji bo'lgan. O'sha yergacha почти borib qolganman, lekin o'sha moddiy tarafdan Shvetsiyada o'qish qiyin bo'lgani uchun tashlab qo'yganman. O'qish pullik. O'qish pullik, lekin shved tilini o'tirib o'zim shaxsan o'rganib qiziqganman. Shvetsiya qolib ketgan, yana Germaniya paydo bo'lgan. Nima demoqchiman? Men Germaniyaga kelganimdan pushaymon emasman. Moddiy tarafdan balkim katta yutuqqa erishmagan bo'lsam ham, lekin tabiat, aytaylik, ishchilarga berilayotgan imkoniyatlar, insonlarni muomalasi, demak, o'qish imkoniyati, mana kelajakda yana o'qish imkoniyatlari va farzandlarga, masalan, Germaniyada o'qish bepul. Farzandlarimiz kelajagi uchun ham men hisoblayman, masalan, Germaniyani universitetlari top 30 talikka kiradi. Sababi Germaniyada men hozir fokus qila olaman. Bitta natijaga fokus qila olaman. Meni chalg'ituvchi faktorlar yo'q. Men Germaniyada rejalashtirishni o'rgandim. Hayotda rejalashtir, haftani rejalashtirishni, oyni, yilni, bugun nima qilaman, ertaga nima qilaman, hamma narsalarni rejalashtirish imkoniyati bor. Bu narsa odamga sokinlik beradi, tinchlik beradi. Ajoyib. Xo'p, endi Germaniyani o'ziga yarasha plus minuslari sizda nigohingizda nima bo'lishi mumkin? Yoqmaydigan taraflari uncha ko'p emas, yoqmaydigan taraflari ko'p. Misol uchun, odamlar Germaniyada juda ochiq, samimiy. Endi faqat sizni o'zingizga bog'liq. Odamlar bilan kirishib keta olishingiz, kirishib keta olmasligingiz, ochiqligingiz. Misol uchun ish muhiti ham yaxshi. Aytaylik, odamlar ishxonada ishlayotganingizda sizni juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlashadi. Shu taraflama yaxshi. Endi qiyinchilik taraflari, yoqmagan taraflari byurokratiya ko'p. Chunki kelganingizdan keyin qaysi ishni ketma-ket qilishni bilmaysiz. Shu taraflama qiyinchilik ko'p bo'ladi. Sal byurokratiya bizni qiynab qo'yadi. Minuslarimizni ham qiynaydi, faqat siz emas. Yana yoqmagan taraflari, odamlar qaniydir sal berkinib olganda, biz nemislar sal yopiqroqmi deb o'ylayman-da. Masalan, men bitta odam bilan har kun ko'rishsam, har kun salom bergim keladi yoki biz masalan WhatsAppda yoki boshqa bir nimada yozishsak, har safar salom beraveraman. Lekin bu yerda unaqa narsa yo'q-da. Masalan, kecha boshlangan suhbat davomiy ketadi, o'rtada salom alik yo'q. Shunga sal menga qaniydir nima bo'lib qoladi, noodatiy bo'lib qoladi-da. Masalan, ko'chada ketyapsiz, tanishingiz, nimasi yo'q, nima deydi, gapirish niyati yo'q yoki qanaqadir muammosi bor. Ko'rmaganlik olib o'tib ketadi. Bu normal holat. Shunga Normal holat. Uyga kelaman, o'sha pochta quti bor. Pochta qutini ochganda ko'z oldimda bir nimalar o'tib ketadi. Xabar kelmay turgan bo'lsin, bo'sh bo'lsin deb. Bo'sh bo'lsin. Qayerdadir yo'ldan xato o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, velik haydayman, o'tib ketgan bo'lishi mumkin, qoidani buzgan bo'lishi mumkin. Ana shu narsalar o'ylantiradi. Shu xatdan qo'rqaman. Xato bo'lib kelishi ham mumkin-da. Xat sizga emas, lekin boshqa odamga kelgan, adashib sizga shtraf kelib qolgan. Shunda eng qizig'i, Germaniyaga birinchi kelgan vaqtlarim, men O'zbekistonda xat olib yurgan odam emasman. Umrimda bir joydan rasmiy xat olmaganman-da. Germaniyaga birinchi kelgan vaqtlarim pochtadan xabar kelsa shunday xursand bo'lardim. Bu Krankenkassa kelibdi, radiodan kelibdi yoki bu yerdan taklifnoma kelibdi, xursand bo'lardim. Bu vaqt o'tishi bilan bu xursandchiligim asta-asta o'zgarib bordi. U xavotirga o'tib boshladi. Ya'ni hozir qanaqadir xat kelsa, xavotir olib boshlayman. Tushunasizmi? Men ham shunday. Qayerda nimadir qilib qo'ydim ekan. Shunday. Qanaqa jarimam bor ekan. Qayerga nimadir to'lamagan ekanman deb hozir xavotir olib boshlayman. U boshidagi xursandchilikdan asar ham qolmagan. Ishda imkoniyatlar, biz malaka oshirishimiz mumkin. Aytaylik, ishsiz qoldik. Ishsiz qolganimizda hech kim bizni ko'chaga otmaydi. Davlat bizga yordam qiladi. Masalan, Arbeitsagentur tashkilotiga siz aytasiz, men ishsiz qoldim. Pulim yo'q. Sizga ish topishda yordam qilishadi yoki moddiy tarafdan yordam qilishlari ham mumkin. Faqat uni sharti bor. Siz minimum 12 oy pensiyaga, nafaqaga o'sha to'lov qilgan bo'lishingiz kerak. Agar umuman to'lov qilmagan bo'lsangiz, agar yana bu yerda qiyinchilik mavjud bo'ladi.
tezda ish topish kerak. Mirzohid, nima deb o'ylaysiz? Germaniyada uy qidirishda qaysi nimalarga, jihatlarga e'tibor berish kerak? Xo'p, juda o'rinli savol. Ikkita muhim punkt bor. Birinchisi, siz kvartira, ya'ni yotoqxona topayotganda, u yotoqxonada ro'yxatdan o'tsa bo'ladimi? Ya'ni unmelding qilsa bo'ladimi? Agar unmelding qilmasa, men maslahat bermayman u kvartirani olishda. Ikkinchisi, kautsion masalasi. Rahmat xola. Ikkinchisi kautsion masalasi. Ya'ni kautsion degani bu Germaniyada bilamizki, yotoqxonaga kirishdan oldin siz depozit berishingiz kerak. Bu ko'p joylarda kamida 2 oyliga hisoblanadi. Aks holda 3 oyliga. Siz bu yotoqxonani masalan deylik, bir o'zingizga 500 yevroga yotoqxona olayotgan bo'lsangiz, buni kamida 2 oyligini, ba'zi joylarda 3 oyligini berishingiz kerak bo'ladi. Va buni sharoitlari bor. Siz depozitni bugun berib, ertaga ola olmaysiz qaytarib. O'shaning uchun o'zingizga yetarlicha mablag' hisob-kitobini olishingiz kerak. Aks holda keyinchalik huquqiy muammolarga duchor bo'lasiz. Mana shu ikkita jihat muhim hisoblanadi va eng muhimi, agar yangidan kelayotgan vatandoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, maslahatim Germaniyaga kelishdan oldin iloji boricha qayerga kelayotganligingizni va o'sha joydan yotoqxona surishtirib kelishingizni maslahat beraman. Va biz mana shunday ko'chalarni aylanib, yotoqxonalar mana shu yerlardan olsanglar ham bo'ladi, lekin bu shahar markazlarida sal qimmatroq hisoblanadi. Boshlanishiga ozgina chetroq bo'lsa ham arzonroqqa olgan yaxshiroq bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Bu nafaqat yotoqxona masalasi bo'yicha, balki ko'p jihatlardan e'tibor beradigan mavzu. Ya'ni mashinniklarga tushib qolmaslik. Chunki hozir o'sha oxirgi paytlar ancha trendda bo'ldi. Birovga paloncha summa bergan edim, aloqaga chiqmayapti. Birinchi to'lovini qildim, 200 yevro ekan, ikkinchi to'lovini qildim, 500 yevro ekan. Ish shartnoma qilish kerak edi, xabar yo'q. O'shaning uchun nafaqat kvartira topishda, balki Germaniyaga agar Germaniyada bo'lsangiz ham yoki O'zbekistonda qayerda bo'lsangiz ham shartnoma olayotgan bo'lsangiz, juda e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki ayni damda mana shu mashinniklar juda ko'payib ketgan. Sizdan soxta hujjatlar qilib, soxta shartnomalar berib, pul undiradi. Keyin u pulingizni ko'rmaysiz ham, u narsa sizga yetib bormaydi ham. O'shaning uchun e'tiborli bo'lamiz. Xo'p, Azim aka qarang. Mana o'zbekistonliklar uchun qaysi sohalar istiqbolli soha deb hisoblaysiz? Yoki umuman olganda Germaniyada o'zingizning shaxsiy fikringiz bo'yicha qaysi 3 ta soha kelajak sohalari yoki yaxshi sohalar? Germaniyada hozirgi paytda kelajagi bor sohalardan biri bu mexatronika sohasi deb o'ylayman. Bizanikilar adashtiradi. Kfz mexatroniker deydilar, mexatronika. Kfz mexatroniker bu avtomexanik degani. Mashina sozi. Mashina. Mexatroniker bu asosan robototexnika bilan shug'ullanayotgan soha hisoblanadi. Biz bilamiz, kelajakda robotlar bo'lish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun birinchisi mexatronika deb bilaman. Ikkinchi soha esa bu agar siz mashina sozlikka qiziqsangiz, agar texnik chizmachi bor, texnik chizmachi 3,5 yil Ausbildung davom etadi. Ausbildung bu sohada ham kelajak bor. Sababi o'zim shu sohaga yaqin sohada ishlayman. Ish defitsitligi mavjud. Texnishi produkt dizayner deb nemischa aytiladi. Uchinchi soha, endi biz ayol qizlarimizga mos soha aytishimiz kerak. Sotsial sohalarda pedagog sohalar ham bor. Misol uchun Schulbegleiter maktabda ishlovchi, o'qituvchi yoki masalan kinderhort tarbiyachi. Mana shu sohalar sotsial sohada bitta plus tarafi oylik stabil, ishdan bo'shatish ehtimoli, ish qisqarish ehtimoli juda ham kam. Umumiy hisobda ikkita yo'nalish bor. Diplomsiz kelsa bo'ladigan. Hech qanaqa diplomsiz. Bilasizmi qaysilar? Birinchisi IT sohasi. Siz kuchli programmist bo'lsangiz, IT bilan kelsangiz bo'ladi, blau kartaga taalluqli bo'lib ketadi. Ikkinchisi qaysi yo'nalish? FSY bo'lsa kerak. Yo'q, bu to'g'ridan to'g'ri ishga kelish haqida gapiryapmiz. Birinchisi IT, ikkinchisi fura haydovchilari, LKV haydovchilari. Mana shu ikkita soha, ya'ni men shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, mana shu ikkita soha reglamenter sohaga kirmaydi. Aslida reglamenter sohaga kirmaydigan yo'nalishlar ko'p, lekin realni qaraydigan bo'lsak,
mana shu IT yo'nalishlari informatika yoki mana ganda programmistlar, ikkinchisi yuk mashinalari haydovchi LKV farqlar. Germaniyaga hech qanaqa diplomsiz kelsa bo'ladi. Albatta tajriba 2 yillik, lekin o'ylaymizki 2 yil tajriba yig'ish bu juda katta muammo emas. Shunday. Shofer sifatida yoki boshqa. Mirzohid hozir bir mana biz ajoyib bir nimadamiz, avtomobillar yig'inida, antikvar avtomobil. Oldtimer deyiladi. Albatta bu avtomobillarni haydash uchun Germaniyada aktual prava, demak o'sha haydovchilik guvohnomasi kerak. Shu haydovchilik guvohnomasi sizda bormi? Haydovchilik guvohnomasi bor. Umuman olganda O'zbekistonda bor edi. O'zbekistondagi olgan pravamni bu yerda omshirayman qilib olganman, ya'ni tarjima qildirib tasdiqlatib olganman. Nima uchun bunaqa qilganman? Birinchisi finansiy tarafdan, chunki agar moliyaviy tarafdan, chunki siz agar qaytadan Führerschein, ya'ni prava qiladigan bo'lsangiz 3000-4000 yevroga aylanib ketadi. Ya'ni Germaniyada bitta prava qilish 3000-4000 yevroga aylanib ketadi. Lekin siz O'zbekistondagi pravangizni bu yerda tasdiqlatmoqchi bo'lsangiz, taxminan 1000 yevro atrofida bo'ladi. Sabablari bor. Sabablardan birinchisi siz Fahrstunden qilmaysiz, ya'ni maktablarda 20 soat, ba'zi maktablarda 20 soat majburiy haydash bor. O'sha vaqtda siz majburiy haydashingiz kerak. Lekin siz O'zbekistonda tajribaga egasiz, allaqachon nimangiz bor, haydovchilik guvohnomangiz bor. Bu holatda o'sha narsani haydamaysiz. Bu degani siz avtomatik tarzda 1000-1500 yevro tejayapsiz. Undan tashqari yana maktabga bor, keldilarni tejab qolasiz. Faqatgina asosiy talabi, agar tarjima qildirib, bu yerda tasdiqlatmoqchi bo'lsangiz, asosiy talabi imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Imtihonni bir nechta tillarda topshirsangiz bo'ladi. Asosiysi nemis tili, ingliz tilida topshirsangiz bo'ladi, rus tilida topshirsangiz bo'ladi. Agar nemis tilingiz yaxshi bo'lmasa, italyan, fransuz, mana shu jahon tillarida topshirsangiz bo'ladi. Mashinalarni qarang. Ajoyib. Mana shu avtomobillarni haydash uchun sizga ham nemis pravasi kerak bo'ladi. Albatta Germaniyada bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Birinchi 6 oy davomida biz O'zbekistondagi haydovchilik guvohnomasi bilan faqat avtomobil haydash huquqiga egamiz. Xuddi shunaqa B kategoriyani. B kategoriya. Hozirgi holatlarda ko'p uchrayotgan vaziyatlar bor va ba'zi vatandoshlarimiz 6 oydan o'tgandan keyin ham avtomobil haydash holatlari uchrab, GAIlarga tushib, shtraflar holatlari ham ma'muriy jinoiy javobgarlik holatlari ham mavjud. Shuning uchun iltimos qilib qolamizki, 6 oy davomida o'sha nemis pravasiga nima qilib, registratsiya qilib, o'sha anmeldon qilib, nemis pravasini olgan holda mana shunday ajoyib turdagi avtomobillar haydashlaringizni tavsiya qilamiz va mana Mirzohiddagi nemis pravasi bunga bir yaqqol ajoyib misol bo'ladi. Xuddi shunday. Hozir bu yarmarkada bo'ldik biz. Yarmarka yakunlab qoldi. Sizlarga ba'zi bir lavhalarni ko'rsatib o'taman. Albatta qarab ko'ringlar, mashinalarga gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Germaniya haqiqatdan texnika mo'jizasi yoki mashinalar mamlakati deb aytilmas ekan. Marhamat. Shuncha texnika mo'jizasini ko'rganman, bunaqa mashina ko'rmagan ekanman. Balonlari yog'ochdan yasalgan. Fondit 1845-yilda, lekin mashina adashmasam Amerikan va Frans 1917-yilda chiqqan ekan. Bu Birinchi jahon urushini tugashiga to'g'ri keladi. Yurishi tros bilan bo'lgan ekan, qaranglar buni. Antriba. Ashidan. Dizayniga gap yo'q. Royce motor. Nationale Volksarmee. Arbeit, Geld, freie Fahrt, tüchtigen, ohne Preis, kein Preis. Und so BMWni dunyoni lol qoldirgan markalaridan biri, juda mashhur. 1958-yilda chiqqan ekan.
1956-yilda chiqqan ekan mana bu mashinacha. Kemaga o'xshab ketadi ekan bu. Zo'r. Men Porsche men bu yerda. Azim aka, orqadagi anaqalarni qarang. Qariyalarni, bular kamida 70, 75, 80, ba'zilar 90 ga ham kirgan. Nima uchun? Bilasizmi? Hammasi sport, ya'ni jismoniy harakatni ko'p qilishadi. Hozir ham bir-birini rag'batlantirib, ya'ni o'xshamagan narsaga ham zo'r qilding deb bir-birini rag'batlantirib mashq qilyapti. Zo'r, ajoyib. Endi yuring, qarang. Hozir Germaniyada qanaqa xatolarni qilib qo'ydingiz yoki qanaqa xatoliklar sodir bo'ldiki, vatandoshlarimizga aytsangiz, mana shu xatolar yoki mana shu narsalar signal bo'lsa. Birinchi eng asosiy qilgan o'sha xatoyim praktikadan ham aytib beraman. Sim karta oldim. Sim kartada bu yerda pin kodni o'chirish esdan chiqqan. Pin kod bo'ladi, sim kartada o'chirish esdan chiqqan. O'g'ilcha bilan bordik, poyezdga o'tirdik. Poyezdga o'tirganimizdan keyin telefon перезагрузка bo'lib qoldi. Kod esdan chiqib ketdi. Kod esdan chiqqan, konduktor keldi. Konduktor aytayapti, biletni ko'rgasiz. Men aytibman, telefon перезагрузка bo'ldi, ocha olmayapman. U seni problemang deyapti-da. Muammong deyapti-da, menga bitta shtrafni yozib beryapti. Shtraf 60 yevro. Endi siz nima qilishni bilmaysiz, isbotlay olmaysiz. Nima qildim? Bitta ruchka bor edi, sumkada. Ryukzak olib yuradim, ruchka. Bilmadim, o'sha payt olmadim keldimi, o'sha ruchkani uchi bilan va sim kartani slotini bosib chiqarib yubordim. Va sim kartani chiqarib nimani yana telefonni yoqdim, telefon yondi. Hali men chiqqanim yo'q poyezddan. Poyezddan chiqqanim yo'q. Xudoga ming qatla shukr, shunda telefon yondi. Doshdan tiketda plus tarafi bor, internet kerak emas, ishlayveradi. Wi-Fi bilan ham ishlayveradi. Keyin shunday yoqdim, shunday ochildi. Qo'limda shtraf ham turibdi. Shunday bordimda, ko'rgizdim. Mana ishladi, skan qil. Boshida sal bahona qildi, lekin talab qilganimdan keyin shtrafni o'chirib, o'sha nima deydi u? Ko'nglimni xotirjam qildi. Nima demoqchiman? Birinchi o'rin albatta Germaniyada Deutschland ticket bo'lmasa agar, qayerga borishingizdan qat'iy nazar, обязательно порядке o'sha nima bo'lish kerak? Chipta bo'lish kerak. Chiptasiz yurmang. Chiptasiz 60 yevro shtraf. Ikkinchidan, menga o'xshab xatolik qilmanglar. Pin kodni, sim kartani olganlardan keyin pin kodni birinchi o'rin o'chirib qo'yinglar. Agar poyezdda bitta перезагрузка bo'lsa, o'sha nima qilib yurgan paytingiz agar o'sha poyezddan chiqib ketmasdan oldin ko'rsatsangiz shtraf o'chadi. Chiqib ketgandan keyin borish kerak. Ochirib turish kerak. Vaqtingiz ketadi. 7 yevro to'laysiz yana. 7 yevro to'lanadi. Bir martalik bilet puli yoki monaganda to'lanadi. Shunday qilib menga o'xshab qovun tushirib qo'ymanglar. Shunga e'tibor beringlar. Zo'r. Endi bu juda elementarni xato, lekin baribir ham uchrab turadigan kamchiliklardan biri. Yana qanaqa xatoliklar mavjud? Germaniyada bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Bizda shunaqa muammo juda ham ko'p bo'ladi. Germaniyaga kelgandan keyin birinchi nima ish qilish kerak? Birinchi 5 ta eng muhim ish. Shuni ko'p O'zbekistonlik vatandoshlar bilmaydi, xato qilib qo'yadi. Men eshitganman, ishdan bo'shatish holatlarigacha olib kelgan. Germaniyaga kelindimi? Germaniyaga kelishdan oldin kvartira topib qo'yish kerak. Birinchi qilinayotgan narsa anmeldung, ya'ni ro'yxatdan o'tish. Chunki ro'yxatdan o'tilmasa agar hech nima ish qila olmaysiz. Birinchi ro'yxatdan o'tiladi. Ro'yxatdan o'tilgandan keyin nimaga boriladi? Krankenkassiga boriladi. O'sha nima deydi u? Versicherung. Sog'liqni nima qil sug'urtasiga borib, sog'liq sug'urtasini olib, uni nomerini olishimiz kerak. Uchinchi keyin sim karta. Keyin bank. Mana shu 4 ta 5 ta narsa juda ham muhim. O'sha narsalar qadamma-qadam bajarilmasa, juda ham qiyin bo'ladi. Yana bitta hozir juda ham muammoli vaziyat bo'lyapti. Ish beruvchi bizdan
nima so'raydi? Stir so'raydi yoki o'sha aytaylik bizni soliq raqamimizni so'raydi, Steuer ID deydi. Shu narsani ham vaqtida yetkazib bera olmasak, oylik to'lanmaydi. Menda ham shunaqa bo'lgan. Xuddi shunaqa. Qog'oz kelgan, men bilmaganman yoki adashib boshqa qutiga tashlagan, men so'ramaganman. Birinchi oyligim, ikkinchi oyligim bilan birga tushgan. Sababi men vaqtida bermaganman, Steuer o'sha nimani, soliq IDsini. Shuning uchun e'tibor beringizlar. Mobodo agar Steuer ID anmeldingdan keyin sizni pochta qutingizga kelmasa agar, siz Bundes ID for Steuer, o'sha Bundesamt for Steuer degan sayt bor, o'sha yerdan kirib yana bir marta registratsiya qilib olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa. Krankenkassasiz, Steuer IDsiz, anmeldingsiz, siz bank raqamsiz, to'ppa-to'g'ri aytdingiz, bank raqamsiz siz oylik tushira olmaysiz. oylik ham tushira olmaysiz, ishlay olmaysiz ham deb hisobga olamiz. Shunday suvni qaraymiz. U keramik bilan bezatilgan, ya'ni bu xos, bu narsa bizga xos bo'lgan xislat hisoblanadi. Ya'ni keramiklar bilan Samarqandda, Registon maydonlari Registon mana maydonlarida. shunaqa tarzda qilingan. Mana bu o'rtadagi narsa hozir bu cherkov, ya'ni bu markaziy uchrashuv joyi. Mana bu ikkita bino ko'rinib turibdi orqa tarafimizda. Xuddi shuni o'zidan ekanda. Ha, mana shu narsani o'zi. Cherkov o'zi Hozir ekan. o'shani oldiga ham o'tib, xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz. Juda bahaybat qilib qurilgan. Yana ko'pchilik vatandoshlarimizda tushunmovchilik yoki savollar bo'lyapti. Aeroportda bizdan hujjat talab qilishadimi? Talab qilishsa qanaqa hujjatlar deb aytishadi. Bularga ma'lumot tariqasida aytib o'tsak bo'ladi. Siz o'zingiz bilan albatta pasportingizni olib kelasiz, olib kelmasangiz kira olmaysiz va viza olgan bo'lishi kerak va qayerga kelayotganingiz aniq bo'lishi kerak. Ya'ni ko'pchilik tavakkal qilib kelishi ham mumkin, lekin siz aeroportda hozirgi bo'layotgan aktual narsalar aeroportdan so'rashadi. Siz qayerga boryapsiz, nima sababdan boryapsiz va balki kvartirangiz bo'lsa, kvartiradan shartnoma olib olish kerak iloji bo'lsa. Chunki ba'zi holatlar bo'lyaptiki, boradigan joyi aniq emas, ish beruvchisi aniq emas, hech qanaqa kontakti yo'q. O'shanaqa holatlarda vatandoshlarimiz qiyin holatlarga duch kelib qolyapti. Buni o'zingiz ham guvohi bo'lyapsiz. Bo'lgan holatlar bo'lgan, qanaqa holatlar juda ko'p uchraydi. Termin olinadi, shartnoma kech keladi. Dokumentlar topshirilgandan keyin dokumentlarda kamchiliklar mavjud. O'sha kamchiliklarni vaqtida to'g'rilanmagandan keyin ish beruvchini bexda kutib o'tirishga vaqti yo'q. Ish beruvchi nima qiladi? Shartnomani atmina qiladi. Boshqa ishchi oladi. Va shu jarayonda viza chiqib qoladi. Viza chiqib qoldi, keyin savollar tug'iladi. Shu viza bilan Germaniyaga kira olamanmi? Aslida mumkin emas, sababi sizning vizangiz siz topgan ish beruvchiga bog'liq bo'ladi. Shu holatda agar siz vizangiz ish beruvchiga bog'liq bo'lgandan keyin agar ish beruvchi sizga shartnomani bekor qilgandan keyin viza aktual holatini yo'qotadi. Siz agar shu riskni bo'yningizga olib aeroportga kelsangiz, aeroportda shunaqa holat bo'lishi mumkin, ish beruvchiga telefon qilishlari mumkin. Ish beruvchiga telefon qilgan paytda men yo'q, bu ish beruvchini bilmayman. Bu ishchini bilmayman. Men uni shu chistoda shu payt javobini berganman desa, siz bu yerda turli xil jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Birinchisi deport 5 yillik, chunki siz aldadingiz. Ikkinchi shtraf holatlariga ham. Chunki siz bu yerda nima deydi u nimalik ham qildingizda, mashinistvaligi ham kiradi-da bu narsa. Soxta hujjat bilan Germaniyaga kirish. Chunki Bundespolitsiyada ma'lumot yo'q. Balkim siz qanaqadir nima deydi u soxta hujjat bilan Germaniyaga kirib nima ish qilishingiz ularga ma'lum emas. Shuning uchun o'sha riskni tushunib, imkon bor darajada yangitdan shartnoma olib kelishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Yaqinda bo'lgan holat, ya'ni 76 ta o'zbek hikoyasi, ya'ni sizning kanalingizdan ko'rib qoldim buni, ekspert nimasida. Keyin asosiy nimaga ham ma'lumotlar bazasiga ham o'tib ko'rganim haqiqatdan, ya'ni ayni damda bu Germaniyaning yuqori taraflarida yoki markaziy taraflarida hozir 76 ta o'zbek, 74 ta, 76 ta o'zbek ustidan jinoiy ish desak ham bo'ladi. Hujjatlarni soxtalashtirish va qalbakilik qilish bo'yicha ish ochilgan va endi faqat bularning ustida emas, ya'ni o'shancha odamni hujjati soxtalashtirilgan degan gumon bor va bunga 238 ta Bundespolitsiy jalb qilingan ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu degani ikkita katta binoni bosgan, undan tashqari ham vatandoshlarimizni ishlaydigan joylariga, ba'zilarini hatto uylariga borib ham tekshiruv ishlari olib borilgan ekan.
Endi buni asosiy sababi hujjatlar soxtalashtirilganligida bo'lyapti. Buni salbiy ta'sirlari qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Salbiy ta'sirlari juda ham yaxshi, nima deydi, yaxshi nimaga olib kelmaydi. Albatta Germaniyada bitta bir millat, nima deydi, masalan O'zbekiston davlati aytaylik qora ro'yxatga tushmaydi. Faqat ularda o'sha bizni hujjatlarni tekshirishda e'tibor, vaqt, demak misol uchun biz qanaqadir ishchi vizalariga hujjat topshirgan bo'lsak agar, o'sha ishchi vizalari ko'rib chiqilish jarayoni cho'ziladi. Hujjatlar qaytadan tekshiriladi. Mana bitta holatni men yaqinda eshitdim. Germaniyaga kelganiga 6-7 yil bo'lgan aka, doktor, Goethe C1 sertifikatiga ega aka, Ausländerbehördega Bundespolizei bilan birga chaqirilyapti-da, sertifikatingni originalini olib kelib biz tekshirishimiz kerak deyapti. Shunda aka aytayapti, nimaga men originalni berishim kerak? Yaxta nomer turibdi, shundan tekshirib ol. Yo'q, bizga originalniki olib kel deyapti-da. Olib kelib tekshiryapti. Original emasligini. Keyin savol beryapti, nimaga bu holat bo'lyapti? Sababi bitta shaharda o'zida men eshitishim bo'yicha 7 ta vatandoshimiz shunaqa soxta hujjat bilan tushgan ekan. O'sha sertifikatlarni ham soxtalashtirgan. sertifikatlarni ham soxtalash nimalari kuchi shunaqa nimalar ham bor ekan. Shunga tekshiruv bo'lyapti. Shunga men nima demoqchiman? Siz bilib turib, soxta hujjat qilib qilishni bilib turib, siz pul bersiz, siz bu yerda siz ham o'sha odamga sherik bo'lasiz. Siz ertaga men bilmayman deb qutula olmaysiz. Sababi Germaniyada men bilmayman degani jinoyatdan, o'sha jinoyat javobgarlikdan xolis qilmaydi. Shunga e'tibor beramizki, faqat ishonchli va davlat ro'yxatidan o'tgan odamlar, o'sha tashkilotlar orqali Germaniyaga kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Yoki o'zingiz mustaqil tarzda kelsa ham bo'ladi. Hech qanaqa konsaltinglarsiz ham aql hushida joyida odam va tilni ma'lum darajada o'rgangan odam o'zi harakat qilib kelsa ham bo'ladi. Shunaqa. To'ppi zo'r lekin. Asma aka, afsha ajoyib to'ppi. Do'ppini tarixini bilasizmi? Yo'qda, ayting-da. Bu do'ppini hozirgi proyektimiz, Expat proyektini nimasi hisoblanadi, bir logotipi hisoblanadi. Asosiy maqsad o'sha Expat proyektining asosiy maqsadi vatandoshlarga Germaniyada bo'layotgan aktual yangiliklarni yetkazib berish va ularga o'sha yordam berish Germaniyani o'zida. Biz ko'pincha Germaniyaga kelgandan keyingi jarayonlarda vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, maslahatlar beramiz, qo'shimcha ma'lumotlar bilan bo'lishamiz, hammasi tekin. Faqat biz vatandoshlarimizdan o'sha bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'lishlarini kutib qolamiz va o'sha aktual ma'lumotlarni o'qib, yangiliklarni bilib, savollar bo'lsa savollarga ham murojaat qilishingiz uchun va bu videoni olayotgan Mirzohid Boboqulovga rahmat aytib qolaman va kelganda sizni kutib qolamiz. Nasib bo'lsa, linkni mana shu videoni ostiga joylab qo'yamiz. Bemalol o'tib ko'rsalar bo'ladi. Barcha ma'lumotlar o'zbek tilida. Osmondagi bulutlarni qaranglar. Ko'ylagingizga lekin rosa mos tushyapti shu narsa. Hammamiz oq kiyganmiz. Ha, Said Ismoil, siz ham oq edingiz-ku, qora bo'lib qolibsizmi? Havoga qarang. Havoga. Havo juda ham ajoyib. Havo ajoyib. 20 gradus, yom, salqin. Kempton o'zi juda ham turistik shahar, juda ham chiroyli. Birinchi marta bo'lyapsiz, Kempton. Birinchi marta kelyapman. Men maslahat beraman kelishlariga, Bavariya. Alp tog'lari ham yaqin. Qani Germaniya yutish uchun bu akamiz gaz beryapti. Mana shuni qancha aytdim hozir, qancha ko'p qimirlatsang Germaniya yutadi dedim. Shunga harakat qilyapti hozir. Ja. Ja, du bist stark, Mann. Dankeschön. Oh, aufpassen. Mach nur yo'qotib qo'ymanglar. Oh ja, Deutschland, 19. Ja, Was ist da 19? Sané! Spielt dieses Jahr Sané, oder was? Mein Lieblingsspieler. Was denkst du, wer gewinnt dieses Jahr? Die WM. Ja? Hat Deutschland Chance? Ja, klar Ja? schon. Ich hoffe. Du hoffst? Ja. Okay, und erstes Spiel mit wem? Mit Kolumbien, oder? Nein, gegen eine komische Mannschaft, ich weiß nicht, wie die heißt. Okay, aber Sané ist dein Lieblingsspiel. Ja. Okay, viel Spaß. Wie heißt du? Markus. Markus. Ja, Sani war auch bei Bayern. Ich bin auch Bayern-Fan. Du bist Bayern-Fan. Klasse. Du wohnst in Bayern. In Kempten wohne ich. Auch, genau. Viel Spaß. Ja, du hast versucht, Ja, klar. das anzutreiben. Jetzt hoffentlich. Viel Spaß euch, Schönen ja? Tag noch, Dankeschön. Danke, ciao.
Germaniya yutish uchun harakat qil dedim. Mana shu qancha ko'p harakat qilsang Germaniya yutadi dedim. Shunga kuyib pishib telefonlarni ham otib yarib hozir anaqa qildi, harakat qildi. Zo'r bola ekan. Ketdi. O'zbekiston ham o'ynaydi bu yil. Albatta, biz O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz va Germaniyani ham qo'llab-quvvatlaymiz. Germaniyani ham qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin ikkovi birga o'ynasa, nasib bo'lsa, Yaxshi o'yin, yaxshi o'yin tarafdorimiz. tarafdorimiz. Endi yurakdan O'zbekiston, lekin aqlan bilmadim. Germaniya bo'ladimi endi? Germaniya bo'lsa kerak. Endi shunaqa. Zo'r, hozir yarmarkada davom etyapmiz. Endi bilmadim, men buni harakat qilsam O'zbekiston yutib qoladimi? Harakat qilib ko'rishimiz kerak. Harakat qilib ko'rasizmi bir? Mayli. Bitta bosingchi, qani keling. Yaxshilab aylantiring, qani O'zbekiston yutadimi? Boyagi Sanaydan ko'proq harakat qilsangiz, Sanay lekin rosa harakat qildi bor-ku. Umuman olganda oddiygina narsa, lekin odamga zavq bag'ishlaydi. Oddiy mana shu narsani o'rnatib qo'yibdi. Pullik emas, people yosh bolalar aylantirib maza qiladi. Bunga yosh bolalarga juda bir ajoyib nima deydi-da bu. Lekin harakatingiz sust bo'ldi. Sust bo'ldimi? Sust bo'ldi. Bilmadim. Lekin biz umid qilamiz, bizning jamoa O'zbekiston terma jamoasi birinchi o'yinlardan ajoyib natijalar ko'rgazadi. Xudo xolasa. Jahon chempionatini birga ko'ramiz nasib. Nasib bo'lsin. Mashinalar o'z yo'liga kelamiz. Müller tog'ani 1950-yildagi velosipedi bor ekan. Ha, qaranglar. 28 rama. Yoshligimda xuddi mana shu velosipedga o'tirib, men oyog'idan bu yerdan bo'yim yetmasdi-da. Haqidan Uchidan oyoq kirgizib borib, qashqa bo'lib, men yirtilib ketgan qo'llar urganganmiz bor-ku mana shu yerda. Müller tog'ani velosipedi. Velosiped antikvar, juda ajoyib. Yana bitta qo'shimcha fakt aytmoqchiman Germaniya to'g'risida. Yosh bolalarda, adashmasam 4-yo 3-sinflarda velosiped haydash uchun maktab bolalari ekzamen topshirish kerak. Demak, bizda, ya'ni Germaniyada velosiped uchun ham prava bor. Xuddi shunaqa. Müller tog'ani velosipediga gap yo'q lekin. Yoshligimda hattoki shunaqa velosipedim bo'lsin deb orzu qilganman. Endi keyinroq olganmiz, lekin kichkina paytim baribir orzu bo'lgan. Zo'r, ketdik. Germaniyani yana bir o'ziga xos xislatlaridan biri, balki boshqa davlatlarda ham bordir. O'zbekistonda ham mana shu narsani bo'lishini juda xohlayman. Nima uchun? Mana tarixiy shaharlarimizda Samarqand, Buxoro, Toshkent yoki har bir shaharda bo'lishini xohlayman. Bu nima? Bu maket. Mana bu bronza yoki bilmadim, metaldan bo'lgan maket, hech narsa bo'lmaydi, sinmaydi, chirimaydi, zanglamaydi. Biz hozir ayni damda mana bu yerdamiz, chunki bu bino bazilika, katta cherkov hisoblanadi. Bu Germaniyadagi eng tarixiy shaharlardan biri. Miloddan avvalgi 2-3-asrlarda rimliklar tomonidan asos solingan shaharlardan biri hisoblanadi. Kambodja deb ataladi bu shaharning nomi. Bu esa maketi. Shuning uchun juda xohlayman O'zbekistonda ham mana shunaqangi maketlar bo'lishini. Qaranglar, mana shu narsani, butun bitta shaharni shu maketga solib bir nigohda ko'rsa bo'ladigan qilib qo'yibdi. Lekin bu tarixiy jihatdan qaralgan maket hisoblanadi. O'sha ochiq maydonlar juda ham ko'p. O'sha ochiq maydonlarda esa o'sha yam-yashillik juda ham ko'p. Bu esa o'sha Germaniyada tabiatga bo'lgan e'tibor kattaligidan dalolat beradi. Men misol uchun, meni ham Germaniyaga kelishimga asosiy faktorlardan bittasi o'sha tabiat va ekologiya katta rol o'ynagan. Shuning uchun Germaniya faqat moliyaviy tarafdan, moddiy tarafdan odamga ishtiyoq orttirmaydi, balki nima deydi? O'sha ekologiya, o'sha tabiat tarafdan ham juda ham bir qiziqarli davlat deb hisoblayman. Xuddi shunaqa ma'lumotlarni ham mana adashmasam bu Morze alifbosi deyiladi. Agar ko'zi ojizlar bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlarni o'qib olish qiyin bo'lsa, oddiy misol bu 1823-yildagi holati ekan bu shaharni. Agar mana bu ma'lumotlarni o'qiy olmasa, bu yerdan qo'llar orqali bemalol o'qisa bo'ladi. Bu degani hamma uchun sharoit yaratilgan degani. Dialektlar bo'yicha ko'pchilikda muammo bo'ladi. Ya'ni siz München tarafda yashaysiz, u yerda Bayerish, Boyerish deydi. Boyerish ya Freilich. Men bu yerda anaqa Algoy hududida yashayman. Bu yerda asosan Schwäbisch, gell? Im Schwabenland gibt es ein Sprichwort, ya'ni
Shvab mahallasi, ya'ni Shvabin hududi, ya'ni Germaniya bir nechta hududlarga bo'lingan, ya'ni Bundeslardan tashqari ham dialektlar aro bo'linib ketgan. Ya'ni Shvab degan nemislarning bir turi bor yoki Bayerisch degan turi bor, Sächsisch bor. Bular dialektlarga bo'linib ketgan. Schaffe Schaffle Häuslebau nicht nach Mittelschau degan bitta maqol bor. Tushundingizmi hozir nima degan? Uncha tushunmadim. Ko'rdingizmi? Chunki siz bu yerda yashamaysiz. Masalan, sizlarda ham shunaqangi bir hamma tushunmaydigan iboralar bormi? Bor. Nima? Misol uchun bitta misol aytaman. Hochdeutschda ich heiß Azim deyiladi. Bu yerda ich was Azim deyiladi. Ich weiß es, Ich komme aus Uzbekistan deyilmaydi. Ich kim aus Uzbekistan. Ich komme oder ich Ich käme. o'rniga i deyiladi. Keyin so'z misol uchun komenda oxirida n harfini olib tashlaydi, kimma deydi. Shunaqa. Misol uchun aytishim mumkin, hast du schon mehr angerufen? Hast du mir angerufen? Okay. Yoki was machst du demaydi-da. Hey, was machst? Was machst deydi. Xuddi shunday. Xuddi shunaqa. Boyagi maqol bo'yicha aytamiz, ya'ni Schaffle Häuslebau nicht nach Mittelschau degan maqol bor. Buni ko'p nemislar o'zlari ham tushunmaydi. Qisqacha tushuntirib tarjima qilib o'taman. Bu degani bilmayman eshitgansizmi yo'qmi, Shvabinlar juda bir nima deydi, geizig xalq hisoblanadi. Nima deydi geizigni o'zbekchasi? Qizg'onchiq. Qizg'onchiq. O'shaning uchun ular shaffi degani bu yerda ishlash ma'nosida kelyapti. Ishla, uyda qur. Qizlarga qarama degan maqol. Juda ajoyib misol. Soqqani qil, sizga qarama degan maqol hisoblanadi. Bizga ham mos ekan shu narsa. Xuddi shunday. Bizda ham mentalitetda shu narsa bor. Shuning uchun hozir biz misol keltirdik dialektlar bilan. Siz Germaniyada nemis tilini, asosiy nemis tilini o'rganganingiz bilan har bitta Bundeslandda o'zining dialekti bor. Shunga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Xuddi shunaqa. Bu narsa sizni shokka tushirmaslik kerak. Bizga ham bu narsani o'rganish, tushunish uchun vaqt kerak bo'lgan. Bir necha yil vaqt o'tgan. Men ham boshida dialektlarda ozroq qiynalganman, lekin nemis tili ba'zan yaxshi bo'lgan. B2 plus bilan kelganman, lekin baribir ham qiynalganman. Hanuz ba'zi bir atamalarni, ba'zi bir dialektdagi so'zlarni tushunmayman. Endi siz A1, A2 bilan kelib siz nima, nemis tilini tushunasizmi, dialekt bilan tushunasizmi? Shunaqa. Iloji boricha tilga ko'proq urg'u berish kerak. Nemis tilidan tashqari aytib o'tganingizdek, dialektlarga ham tayyor bo'lib kelinglar. Xo'p, qaranglar, otaxon velosipedda farzandlarni olib yuribdi. Sizlarga ham nasib qilsa mana shunday velosipedlarni olib yurishda. Xuddi shunday. Miya san miya. Qozon yuvish kerak yaxshilar, bosh qilishdan oldin. Hozir bog'ga keldik. O'zimizni bog'. Nasib bo'lsa bugun osh. Hey? Wenn ihr, wir haben jetzt unsere Stühle schon abgedeckt, aber wenn du eine Stühle brauchst, kannst du nicht nehmen, gell? Alles gut. Einfach nur wieder drin. Hi. Ja? Hallo. Weißt du, wegen Regen und so. Passt, alles gut. Ja? Seid ihr zu Hause? Ja, Ich koche Pilaf. Das ist mehr als genug. Das wird mehr als genug sein, denke ich ich mal. sehe schon. Du siehst schon. Mit Kamera. Warum nicht? Ist live oder was? Nein, ist nicht live. Für Vloggen halt. Ja, kommt ihr später runter. Die müssen jetzt schon im Bettchen. Und die Kinder auch morgens nicht, wir morgen wieder arbeiten. Aber ich sag dir mal Bescheid, Ja, passt. Gut, danke. Bis dann. Ciao. Qushlarni sug'oramiz endi. Sog'lig'imiz qizidi. Zig'ir yo'q, voy. Bo'laveradi. Sabzlarni tayyorlab sabzi solamiz endi. Namanganlik yigitimiz Samarqandcha oshga sabzi to'g'rayapti. Sizlarda ham shunaqa to'g'raydi-ya, adashmasam. Yo boshqacharoqmi? Umuman farqi yo'q sabzini. Farqi yo'qmi? Maydonda to'g'ralsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Xorazmda boshqacha to'g'raladi-da sabzi, katta to'g'raladi. Shuning uchun so'rayapman. Bo'ldi. Siz to'rtburchak deganingizga men setora palvo bo'laman deb turdim. Yo, to'rtburchak degani men
Anaqa degan nazarda tutdim-da. Da. Shift bo'lganda nima deydi uni? Ya, zo'r. Zo'r. Zo'rki. Said Ismoil, ana siz uylamagansiz hali. Aha. Biron bir nemis millatiga mansub yoki boshqa millatga mansub bo'lgan qizga uylangan bo'larmidingiz? Xo'p. Endi ayrim faktorlar bor, ushlab turishi mumkin bo'lgan faktorlar. Bular masalan ozgina uyat degan narsalar bor. Yevropa qizlarida bu narsa masalan biz kutgandaqa darajada bo'lmaydi. Masalan, o'g'il bola tanishlari bilan, og'aynilari bilan quchoqlashib ko'rishib, masalan, o'pishib ko'rishadi ba'zida. Bu narsa masalan erkak kishining g'ururiga, boshqa narsasiga tegadi albatta. Shu tomoni minus bo'lishi mumkin. Din tomonlama. Xo'p, masalan, ushlab turuvchi narsalar, an'analar bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin xarakter jihatdan, masalan, chiroy jihatdan, boshqa jihatlardan Yevropa qizlari qolishmaydi. Ha deganimi, yo'q deganimi? Baribir o'zbek qizlarini birinchi o'ringa qo'yadi odam. O'zbek chunki qizlarini. o'zbek qizlarini, chunki ular bilan borib keldi qilasiz baribir. Butun hayotingizni to'la Germaniyaga bog'lab qo'ya olmaysiz. Siz nemisni bilasiz degan, ayolingiz ham o'zbek tilini flessingiz gapiradi degani emas-ku. Shunaqa. Siz o'zbek ketdik, men qishlog'imga, men o'zimni dalamda ketmonchi olib yashamoqchiman, bundan bu yoqqa zerikdim bu Germaniyasidan deganda, bu qizlar keta olmasligi mumkin. Bo'pti, hayr deb turib ikkala tomonlama hayr qilib keta olmaysiz. Shunaqa. Endi sizga savol. Siz uylangansiz. Men maslahat berardim. Ikki taraflarga ham baribir O'zbekistondan turmush qilishga, sababi mentalitet tarafdan, masalan, men o'ylayman, silay rahim biz O'zbekistonda juda ham muhim narsa. Yosh turmushda o'sha o'zbekchilikda bizda silay rahim bo'ladi. Albatta din, e'tiqod juda ham katta rol o'ynaydi. Keyin o'sha nima deydi? Ko'p narsalar bog'liqda ertaga boshida bilinmasligi mumkin, keyinchalik keyingi oilada farzand tug'ilgandan keyin o'rtada juda bir bahsli vaziyatlar tug'ilishi mumkin. O'sha bahsli vaziyatlarni oldini olish uchun albatta ikkita o'sha er-xotin bir O'zbekistondan bo'lsa, shu narsalar yaxshi bo'ladi. Bir xil mentalitetga qarab deyapsiz-da. Mentalitetda bir xil mentalitetda katta bo'lgan, boyaga ketgan. Lekin bilmadim, hozirgi paytlar trendga aylandimi yo internetga chiqqaniga bittasi chiqdi, ikkitasi chiqdi, hozir bosib ketgan. Nemisni er qilib ko'rsatgani yoki nemis xotinini maqtagani qaysi, yo nemis erini maqtagani qaysi? Albatta xarakter tomonlama bir-biriga to'g'ri keladigan narsa. Haligi qayerda baxtli yashasa inson, shu inson bilan baxtli bo'lgani yaxshi. Har tomonlama. Endi kichik bitta intervyu ko'rib qoldim, muzokara ochildi haligi. Biz meni yoshimdagilarga maqtaylik, ba'zida mendan ko'ra ko'proq yoqayotgansizlar. Balki ko'proq bilasizlar, lekin bitta kichik intervyu ko'rib qoldim. Haligi umr yo'ldosh tanlashda balki ota-onangizga quloq soling ko'proq, chunki ular u qiz qanchalik sizga to'g'ri keladi, yuqoridan teparoqdan qaray oladi. Deb xo'randachilik munosabatlarini ko'ra oladi. Ular bilan qanaqa qilish mumkin? Do'stlar, hozir bir mavzu ketib qoldi. Kim nechta tilda gapirishni biladi, ya'ni qaysi tillarni biladi? Xo'p, Azim, siz nechta tilda gapira olasiz? 6 tilda gapirsam kerak. 6 ta til. Qaysi tillarda? O'zbek tili, O'zbek tili, rus tili, rus tili, tojik tili, tojik tili, ingliz tili, ingliz tili, nemis tili, nemis tili, turk tili deydimmi? turk tili dedingizmi? Yo'q, demadim. Demadingizmi? Yo'q, demadingiz hali. Turk tili, shved tili. Mana 7 ta til Shu bor. 7 ta til bilar ekansiz. Sizchi? Poliglot. Men shu rus, nemis, ingliz, ozmoz fransuz ko'cha tilini bilaman ozgina. Ko'cha tili nimani ko'cha tili? Toshkentskiymi? Yo'q, toshkentskiy emas. Kuchinskiy tili. Aha, ko'chinskiy. Haligi problemli vaziyatlarda boshqalarga kelib bo'ladigan tillar. Zo'r. 5 ta bo'lib qolishi bilan. Men ham shu menimcha 5 ta yo 6 ta bilsam kerak. Bu o'zbek tili, tabiiyki. Rus tilini bilaman. Endi jam mukammal emas, shu B1, B2 darajalarda bilsam kerak. Ingliz tili A2, B1 balki. Nemis tili, turk tili. Endi turk tilini ham mukammal emas, shu A2, B1 darajalarda bilsam kerak. Xo'p, adashmasam shular 5 ta tilmi?
5 ta. 5 ta ekan. Ya'ni 5 ta tilda gaplasha olaman-da, o'shaning uchun. Siz lekin 7 ta tilda gaplasha olakansiz. Yani tojikcha qo'shilyapti. Shved tili plus bo'lgan, tojikcha bilan. Tojikcha bilan shved tili qo'shilyapti, qolgan hammasi bir xil. Bu qishda fransuz tili ham qo'shilyapti. Ha, fransuz tili. Sizga roman germanga kiradi, shved tili ham yo'q. Roman germanga kiradi. Osh jarayoni davom etyapti do'stlar. Xo'p, zirvagi tayyor. Ya'ni osh qilish bilmaydiganlar aslida osh qilish oddiy. Faqat nimani qachon solishni bilish kerak bo'ldi. Chunki retsept aniq, vaqti aniq aslida. Xo'p, birinchi go'sht qovurdik, piyoz bilan yaxshilab, keyin mana sabzi solindi. Ozroq tuz soldim, ozroq zira soldim. Endi hammani dedi har xil. Tayyorlash uslubi ham. Endi mana agar bo'lsa qalampir solsanglar bo'ladi. Misol achchiqroq osh yaxshi ko'raman. Ya'ni bu qalampir bo'lib, qalampir ham emas, achchiq emas bu. Bu bilmayman, bolgarskiy bilan qalampir o'rtasidagi narsa. Chesnok bo'lsa ozroq mayiz solsa bo'ladi. Hozir mayizimiz yo'q ekan. Bular ozroq yumshagandan so'ng no'xat solamiz. Keyin xudo xolasa shu bilan guruch solamiz. Shu bilan tayyor oshimiz nasib bo'lsa. Albatta siz ham Germaniyaga kelib mana shunaqa qozonlarda osh yeyishlaringiz uchun nima deydi? Hammalaringizga nasib qilsin. Shunaqa qozon deganga boya siz ham so'radingiz. Men ham so'radim. O'zi Germaniyada 2-3 yildan beri yashaydigan odam. Lekin shu ham bilmaydi, men qozon mana shu yerda Germaniyadan olsa bo'lishini, o'zimizda qozonlar borligini. Bu qozonlar ham rus magazinlariga kirsanglar, Mix Marketga kirsanglar yoki internetga kirsanglar tiqilib yotibdi. O'zbekistondan alohida olib kelish shart emas. Narxi nisbatan qimmatroq, ya'ni O'zbekiston bilan o'ylaganga nisbatan qimmatroq, lekin bir marta olsangiz katta ehtimol bilan butun umrga yetadigan qozon. Chunki O'zbekistonda ham shu. Biz O'zbekistondan buni olib keltirishimiz uchun menimcha kilosiga ham qanchadir 10 yevro to'lashimiz kerak. O'zbekistondan qanaqa qozon olib keltirsa bo'ladi? Katta osh, to'y qozon olib keltirsa bo'ladi. Chunki bu yerda u qozon top bo'lmaydi. Bu qozon adashmasam 18 litrli bo'lsa, yo 22 litrli bo'lsa kerak, yo 22 yo 24 litrli. Buni qopqog'i ham bir antiqaroq. Aslida bu qozonlar meni bilishim bo'yicha O'zbekistondan chiqadi, Toshkentdan chiqadi va Toshkentdan chiqib Rossiyaga borib, Rossiyadan Germaniyaga keladi. Ya'ni bu qozonlar aslida Toshkentdan chiqadi. Ya'ni o'zbek qozonlari bular. Qopqog'ini qaranglar, ajoyib. Buni qopqoq qilib ishlatsa ham bo'ladi bunday qilib. Ana ustiga u bu narsa qo'ysa ham bo'ladi va buni grill yoki bu cho'g'larni ustiga qo'yib bemalol ovqat pishirsa ham bo'ladi ustida. Dimlamani Oddiygina mana qopqoq qilib ishlatsa ham o'ta go'zal. Agar oshingiz qolib ketsa va ustini shunday yopib qo'ysangiz, hech narsa ocha olmaydi buni. It ham ocha olmaydi, pishak ham ocha olmaydi. Shunday. Bizga hozircha kerak emas, lekin juda bir antiqa qilib ishlatilgan, juda materiali qattiq. Go'sht qovursangiz ham go'shingiz kuyib ketmaydi. Bog'ni ham o'zimiz shu uy bilan birgalikda tozalab, yaxshi sharoit qilib qo'yamiz. Mana bular rayhon, mana bular rayhonlar, shvedlar va pomidorlarimiz. Bu bizani pomidor bu. Biz ekkanmiz, xudo xolasa men tugib qolgan. Bir 2 haftalarda, 3 haftalarda pishib qolishi ham mumkin nasib bo'lsa. Zo'r. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar, agar ya'ni balki O'zbekistonda ham shunaqadir, domda yashamaganman, o'shaning uchun bilmayman, lekin Germaniyada yashayotgan bo'lsangizlar yoki yashamoqchi bo'lsangizlar, bog' masalasi ozroq nozikroq masala, chunki ba'zilar faqat ya'ni etkish ostida birinchi etajga tegishli bo'ladi bog'. Ya'ni bir kishi yoki 2 kishiga tegishli bo'ladi. Lekin biz kelishgan holda mana shu bog'da o'zimiz parvarishlab, o'zimizga moslab olganmiz. Возьми Chevrolet. Возьми Chevrolet. Там раньше было, давно еще студенты, раньше было просто механик, или, ну, типа было как сложно, ну, на самом деле это было не сложно. Да, потом их опять разъединили, вот буквально лет 15 назад, потом опять соединили. И прочно это хорошо, делать вся спина обуздали, вся коленка обуздали, там, очень сложно. У меня одна спина, один есть мужик, ему 60 лет,
работать механиком, архитектором, дальше смотрите, очень большой талант, понимаешь? Вот, поэтому я сделал специальный мастер, чтобы потом уже применить. Сейчас он Do'stlar, oshimiz tayyor bo'ldi. Bu Samarqandcha osh, ko'rganlaringizdek. Ozgina kechga qoldik. Mana limondan qo'yib yuborsa ham bo'ladi, tapga qarab. Da. Marhamat. Samarqand oshi kelaverasizlar, zig'ir yog'da pishirilgan. 2 soat, 3 soat vaqtimiz ketdi. Yigitlar bilan qarab turibmiz. Qani, ketdik bo'lmasa, yigitlar kelinglar. O'rtaga qo'yib boshlab boramiz.